Ushbu shokoladli tortni men sizga hech qanaqa so'z bilan ta'riflab bera olmayman. O'zingiz yaxshisi bir marta pishirib ko'rib, ta'mini his qiling, ishoning juda ham yaxshi ko'rib qolasiz. Muzdagina tuxum bilan shakar yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ustidan o'simlik yog'i va sut solib, sirni bitta aylantirib olamiz. Agar haqiqiy shokoladni ta'mni his qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu Waffle brendi kakaosidan solishingizni maslahat beraman. Un va kakaoni solib, mikserga yaxshilab aylantiramiz va qolipga solib pishirishga yuboramiz. Ushbu tayyorlagan kremimni video tagida to'liq yozib qoldiraman. 45-50 minut davomida pishib chiqqan ko'rishlarni xona haroratida sovutamiz. 100% sovigandan keyin esa bo'laklarga bo'lib olamiz. Oralarni ham ko'rishingiz mumkin, haqiqiy tomog'ingizda qoladigan zo'r bo'lib pishib chiqqan. Yumshoq sariyog'iga elektrdan o'tkazib kakao qo'shib olamiz. Massa 2-3 barobar ko'paygunigacha mikserda ko'pirtirib olamiz. Gazda tayyorlangan 100% sovigan sugushonqali kremimizni oz-ozdan solib, krem holatiga keltirib olamiz. Endi esa ikkinchi krem tayyorlaymiz. Bu kremimiz morojniy krem. Profilimga o'tsangiz, bu krem juda ham ko'p marta tushuntirib o'tganman. Bu etapni o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Tortni har bir qavatini kremlar bilan to'yintirib, orasiga nachinkalar solib, chiroyli qilib bezatib olamiz. Har xil tort, pirojnilar ustiga qilsangiz bo'ladigan glazur o'rgatib o'taman. Bizga Waffle brendining shokoladlari kerak bo'ladi va yaxshi sifatli sariyog'. Ikkalasini yaxshilab ko'rsatganimdek qilib eritib olamiz. Keyin esa bemalol qanaqa turdagi shirinlikni ustini yasatmoqchi bo'lsangiz, bemalol yasataverasiz. Shuncha ko'rsatgan bilim va mehnatimga bitta yurakchani bosib qo'ysangiz, ko'rib xursand bo'lardim. Agar ishingiz akkuratni bo'lishini xohlasangiz, menga o'xshab to'rt tagiga pergament qog'oz qo'yib oling. Eng zo'r ro'zg'orbob retseptlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zimni offlayn kursimga sizni taklif qilib qolaman.